Hazrati Umar roziyallohu anhu Abdulloh ibn Umar o'g'li Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan hadis rivoyat qilishda ortda. 500 ta atrofida hadis rivoyat qilganlar Hazrati Umar. Lekin Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bir necha ming hadis rivoyat qilgan. U kishi hadis rivoyat qilishda 3-chi, 4-chi o'rinda turadi. Savol: Hazrati Umar olimroq bo'lganmi, Abdulloh ibn Umar o'g'limi? O'g'li Abdulloh ibn Umarmi? Nimaga? Axir hadis bilmayapti-ku, hadis rivoyat qilmayapti-ku. Hadis yozish emas, hadis rivoyat qilishda. Ana. Sahoba-i kiromlarning hammasi bir xil ish bilan band bo'lmagan. Hazrati Umar roziyallohu anhu mujtahid mutlaq bo'lgan. Mujtahid sahobalar ustidan mujtahid, hal qiluvchi mujtahid bo'lgan. Eng birinchi sobiq, ya'ni eng ilg'or sahobalardan, musulmonlardan bo'lgan. Ilmda o'sha eng olimi bo'lgani uchun u kishini xalifa qilishgan. Do'q bo'lsasi uchun yoki bir qattiqqo'lligi uchunlar emas. Ilmda ham hammadan ustun bo'lgan. Lekin nega u kishi hadisni kam rivoyat qilgan desa, sahoba-i kiromlar, Abu Bakr roziyallohu anhu undan ham kam hadis, 200 ta atrofida. Lekin Rasulullohga xalifa o'rin bosar va ummatning eng afzali. Ilm bilan ilmning farqi bor. Ba'zi sahobalar hadis bilan shug'ullanib hadis naql qilgan. Ba'zi sahobalar Rasululloh akram alayhisalomdan qiroatni o'rganib qiroatni naql qilgan. Ba'zi sahobalar Rasululloh akram alayhisalomdan fiqhni o'rganib o'shani naql qilgan. Hazrati Umar faqih edi. U kishining va Abu Bakr roziyallohu anhuning qoldirgan ilmlar asosan fiqh bo'lgan. Fiqhiy maktablar mana shu sahobalarning davomi hisoblanadi. O'shaning uchun fiqhiy maktablarda ba'zi masalalarda hadis aytib o'tirishmagan. Chunki o'zi ularning sanadida o'sha bor, o'sha ilm. Bu mazhab haqida alohida bitta inshaalloh keyingi darslarda o'rganamiz. Mana shu yerda bitta nuqta shuki, hadisni ko'p bilish olimlik degani emas. Balki fiqh bu alohida ilm. Hazrat Umar roziyallohu anhudan fiqh qolgan. U kishi qozilarni tarbiya qilgan. Eng katta mana Shurayh, qozi Shurayh, yana boshqa Shabiy ko'p qozilar Hazrati Umarning shogirdlari hisoblanadi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom hadis aytganda ba'zi sahobalar Abu Hurayra roziyallohu anhu, Anas ibn Malik o'xshaganlar hadisni yodlab olgan bo'lsa, xos yana ba'zi sahobalarga Rasululloh fiqhni o'rgatganlar. Shular qatorida Hazrati Umar bor edi. Mana bu fiqhni keyin fuqaholar naql qilgan bizga. O'shaning uchun fiqhiy hamma gap muhaddislarning kitobidan chiqavermaydi. Bu alohida o'z maktab bu. Ana Hazrat Umar roziyallohu anhu fuqaho ummatning mujtahid faqihlaridan edilar. Lekin o'sha kishidan ham odamlar rozi bo'lmagan ekan. Hatto joniga qasd qilgan ekan. O'shaning uchun odamlarni rozi qilaman deb ovora bo'lmaslik kerak. Allohning roziligini o'ylash kerak. Mana bugun biz niyat hadisini o'rganamiz. Odamlar hech qachon rozi bo'lmaydi. Biri rozi bo'lsa, ikkinchisi rozi bo'lmaydi. Ikkinchidan ularning roziligi nima beradi? Rahmat aytadimi? Rahmat bilan qoningiz to'ymaydi siz baribir. O'shaning uchun ba'zi o'rinlarda biz hozir tushunib qo'yishimiz kerak. Ba'zan olimlarga, ahli ilmlarga ba'zi bir beodoblar bosh ko'tarsa, odamlar darhol o'zini yo'qotib, nimaga bezovtalikka tushib qoladi muxlis kishilar. Nega desa, shu gapni gapirmasa, shu ta'na bo'lmasammi deykin deysiz. To'g'rimi? Lekin gapirish kerak bo'lgan haq gap bo'lsa, gapirish kerak baribir. U ta'nadan qochib yuraversa, ish bitmaydi. Chunki ta'na tugamaydi. Payg'ambarlar bundan salomat emas. Musa alayhissalom Allohga duo qildi. Ey Alloh, sendan bitta o'tinchim bor.
Shu odamlar men haqimda menda yo'q gaplarni gapirishadi. Parvardigor shu odamlar men haqimda faqat menda bor gapni gapirsa-da. Hazrati Muso roziyallohu anhu ning qavmi bu erkaklikka yaramaydi deb tuhmat qilishgan. Lekin u kasallik bo'lmagan. U kishini shunaqa, ya'ni ular yalang'och cho'milishar ekan, Hazrati Muso roziyallohu anhu lungi bilan avratlarini ehtiyot qilsalar, buni o'sha joyda kasallik bor deyishgan. Kasallik bor, shuning uchun o'zini yashiradi deb tuhmat qilishgan. Hazrati Muso roziyallohu anhuga og'ir kelgan. Yana boshqa tuhmatlar ham qilishgan. Shunda u kishi duo qilgan, Parvardigor, odamlar men haqimda menda yo'q narsani gapirmasa. Shunda Alloh subhanahu va taolo vahiy qiladi. Ey Muso, u sen aytayotgan narsa menda ham yo'q. Odamlar men haqimda nimalar deydi? Menga shirk keltiradi, menga a'zo isbot qiladi, yana meni nuqsonga, menga nuqson nisbat beradi. Men sabr qilaman-ku, sen ham sabr qilasan. Alloh sabr qilgan ish odamlarning ozori. Payg'ambarlar sabr qilgan ish odamlarning ozoridan. Demak, payg'ambarlarning merosxo'rlari, avlamolar ham odamlarning ozoriga uchragan. Bu nabaviy meros. Bundan ko'p tashvish chekmaslik kerak, modomiki kishi o'zi shariatga amal qilib turgan bo'lsa.